Assalomu alaykum, Berniy xalqim, Berniy texnika obunachilari. 1-aprel kundagi ishimiz do'stlar, o'zlarimizning mana Anar kafedan kirib kelgan vaqtimda Damburning tindagi shu yerdagi uchastka uylarda Aybek degan do'stimiz xabarlashib qoldi. Arqa yog'ini, uchastka yog'ini shutib o'yib tekslab berdik. Boshda 700 to'proq, toza to'proqdan akilib yayib, so'ng buni paxtaning musori deydi. Changalaqning musori. Shu narsani akilib to'kib, dehqon akalarimiz kommentariyaga yozib ketamiz. Bu qanday foydasi tegadiganini yerga men o'zim tushunmadim to'g'risi. Shu narsani yayib, bir qator ovdarib, mana 50 santigacha ovdarib, aralashtirib, yumshatib berdik yerini. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aytaverasizlar. Berniy texnikadan uzoqlashmaymiz do'stlar. Kanalda yangilar bo'lsa podpiska qo'yib qo'yamiz. Hammaning e'tiborlari uchun rahmat, podpiskalaringiz uchun rahmat. Buyog'ida da qo'llab-quvvatlab turamiz do'stlar. Shunday xizmatlar kimga zarur bo'lsa, texnikalarimiz bilan yetib turibdi. Xabarlashaverasizlar. Manday narsa ya paxtaning musori deymiz-ku. Shunday narsada shu yaydiradigan bo'lsanglar, lichkaga yozsanglar, pastda nomerlar qoldirib ketamiz do'stlar. Hammaning kunlari xayrli o'tsin. Safardagilar ishlarini omad, eson-omon uylaringizga omon kelgaysizlar. Hammaga rahmat.